Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Maqsudov Qobuljon TV sahifasini kuzatyapsiz. Videomiz yoqsa like bosishni, kanalimiz yoqsa esa obuna bo'lishni unutmang. Biz ikkinchi videomizni suratga olish jarayonidamiz. Respublika miqyosida yo'nalishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni qaysi yo'nalishdan qancha tashabbus tasdiqlangan va ularning qanchasi g'olib bo'lgan. Ya'ni respublika miqyosida yo'nalishlar bu hali biz viloyatga yoki shaharlarga, Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosidagi darajaga o'tganimiz yo'q, faqat hozir respublika darajasidagi loyihalarni ko'rib chiqamiz. Qani biz boshladik. Mana diagramma tuzib oldim, ko'ryapsizlar. Diagrammada ko'k rangda tasdiqlangan loyihalar bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslar va zang'ordog' rangda ularning qanchasi g'olib bo'lgani shkala tartibida tuzib oldik. Ikkinchi diagrammani ko'rmoqdasizlar. Ikkinchi diagramma birinchisidan qanday farqlanadi? Ya'ni ikkinchi diagrammada ichki yo'llarni asfaltlashtirish, umumta'lim maktablarini ta'minlash va ko'cha chiroqlarini o'rnatish tashabbuslari loyihalari olib tashlangan va qolgan loyihalar xuddi shu tartibda shkala tartibida joylashtirildi. Hozir bu umumiy ma'lumotlar edi. Endi esa biz alohida loyihalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumta'lim maktablarini ta'minlashga qancha tashabbuslar qabul qilingan, ularning qanchasi tasdiqlandi va ularning qanchasi g'olib bo'ldi, foizlarni biz ko'rib chiqamiz. Qani biz boshladik. Ichki yo'llar, piyoda yo'llari, yo'l o'tkazgichlarni ta'minlash bo'yicha tadbirlar yuzasidan 11847 tashabbus tasdiqlandi va 964 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 8,1% yoki umumiy g'oliblarning 40,7% ichki yo'llarni ta'minlash yo'nalishiga tegishli. Umumta'lim maktablarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha 4112 tashabbus tasdiqlandi va 699 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 17% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 29,5% umumta'lim maktablarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish sohasiga tegishli. Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha 1109 tashabbus tasdiqlangan va ularning 247 tasi g'olib deb topilgan. Ushbu yo'nalishda tasdiqlangan tashabbuslarning 22,3% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 10,4% sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish yo'nalishiga tegishli. Boshqa ta'lim muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha 437 tashabbus tasdiqlandi va ularning 114 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 26% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 4,8% ushbu yo'nalishga tegishli. Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha 990 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 60 tasi g'olib deb topildi. Tasdiqlangan tashabbuslarning 6% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 2,5% maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish yo'nalishiga tegishli. Sport muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha 374 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 57 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 15,2% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 2,4% sport muassasalarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish yo'nalishiga tegishli. Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'minlash, transformator, simyog'ochlarni o'rnatish tadbirlari bo'yicha 3095 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 44 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 1,4% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 1,86% ushbu yo'nalishga tegishli. Ichimlik suvi va oqova suv tizimlarini yangilash bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan 968 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 34 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 3,5% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 1,4% ichimlik suvi va oqova suv tizimlarini yangilash bilan bog'liq tadbirlar yo'nalishiga tegishlidir. Mahalla guzari ta'minlash yoki tiklash bilan bog'liq ushbu tadbirlar bo'yicha 1488 tashabbus tasdiqlandi va ularning 24 tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha
tasdiqlangan tashabbuslarning 1,6% yoki g'olib deb topilganlarning 1% ushbu yo'nalishga tegishli. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, tuman yoki shahar qiyofasini o'zgartirish tadbirlari bo'yicha 340 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 21tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 6,1% yoki g'olib deb topilganlarning 0,9% ushbu yo'nalishga tegishli. Bolalar maydonchalari barpo etish yoki ta'minlash bilan bog'liq tadbirlar bo'yicha 1730 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 19tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 1% yoki g'olib deb topilganlarning 0,8% ushbu yo'nalishga tegishli. Qonun hujjatlari bilan belgilangan mezonlarga muvofiq boshqa tadbirlar yuzasidan 411 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 19tasi g'olib deb topildi. 0,16% yoki g'olib deb topilganlarning 0,8% ushbu yo'nalishga tegishli. Tirish bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan 578 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 13tasi g'olib deb topildi. 0,25% yoki g'olib deb topilganlarning 0,55% ushbu yo'nalishga tegishli. Oliy o'quv yurtlarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlariga doir 55 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning 12tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalishda tasdiqlangan tashabbuslarning 21,8% yoki g'olib deb topilganlarning 0,5% oliy o'quv yurtlarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlariga tegishlidir. Musiqa va maktabdan tashqari tashkilotlarni ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish tadbirlariga doir 103 tashabbus tasdiqlandi va ularning 13tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 12,6% yoki g'olib deb topilganlarning 0,55% ushbu yo'nalishga tegishli. Tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq loyihalar bo'yicha 323 tashabbus tasdiqlandi va ularning 10tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 3% yoki g'olib deb topilgan tashabbuslarning 0,42% tabiiy gaz bilan bog'liq loyihalarga tegishlidir. Qabristonlarni tartibga keltirish tadbirlari bo'yicha 209 tashabbus tasdiqlandi va ularning 10tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 4,2% yoki g'olib deb topilganlarning 0,42% qabristonlarni tartibga keltirish tadbirlariga tegishlidir. Aholi dam olish maskanlarini ta'minlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan 226 tashabbus tasdiqlandi va ularning 9tasi g'olib deb topildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan tashabbuslarning 4% yoki g'olib deb topilganlarning 0,38% ushbu yo'nalishga tegishli. Maktabgacha ta'lim muassasalarini qurishga rekonstruksiya tadbirlari bo'yicha 4 ta tashabbus tasdiqlandi va ularning hech qaysi biri g'olib deb topilmadi. Loyihalar haqida umumiy ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Kelasi videomizda biz Andijon viloyati o'quv budjet, ya'ni tushgan tashabbuslar, qancha tashabbuslar tasdiqlangan, ularning qanchasi g'olib bo'ldi, qancha ovozlar berdi tashabbuslarga, xuddi shu umumiy ma'lumot berib o'tamiz keyingi videomizda. Hozir videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini, kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.